O'zi bu Surxondaryoda ko'zlarini yumuq holatda soch olishni biladigan bironta barber bormi deb barbershopimiz eshigini rus millatiga mansub bir mijozimiz taqillatib qolsa deng do'stlar. To'g'risini aytsam, hayotim davomida hali biron marta ko'zlarim yumuq holatda soch olib ko'rmagan ekanman. To'g'risi, eksperiment qilishdan qaytmadim. Mijozimizni kresloga taklif qilib, yonbosh qismlarini kalta qilishni boshladim. Rus millatiga mansub ushbu mijozimiz sochlarini fey texnikasida oldirar ekanlar. Ushbu texnikani ko'zi ochiq holatda ham ancha-muncha barberlar to'g'ri qilisha olmaydi. Men qanday qilib ko'zim yumuq holatda qilar ekanman deb eksperiment davomida ora-orada ko'zlarimni ochishga majbur bo'ldim do'stlar. Ko'rib turishimiz mumkin, perihodlar uncha ideal bo'lmasa ham juda ham yaxshi chiqdi, sababi 85% ko'zlarim yumuq holatda ishladim. Tepa qismlariga kerakli staylingdan foydalanib, jingalak fason berishga harakat qildim. Tayyor holatini ko'rib turishimiz mumkin. Juda ham ajoyib tarzda chiqqan zamonaviy soch turmagimiz mijozimizga juda ham manzur bo'ldi.